ish faoliyatimiz 1941-45 yil boshlagan urush davrlariga to'g'ri keldi. Akalar hamma bizdan kattalar frontga ketib, butun qishloqda ishlari boshqa joylarda ham yosh yigitlarga, qizlarga, keyin ayollarga qolgan davr bo'ldi. Endi 41-45 yilda ish faoliyati shunday og'ir bo'ldiki, unda ocharchiliklar bo'ldi. Frontga hamma narsa front uchun deb hamma xalqimiz topganini front uchun berdi. Front uchun mehnat qildi. Shu g'alabani ta'minlaydi deb hamma qo'ldan kelgan ishlarni qildi. Endi urush davrlarini bunday gapiradigan bo'lsangiz agar, ayollar, erkaklar yo'q uchun ana shu otda, ho'kizda, yerlarda haydash, kechalari bug'doylarni, pishgan bug'doylarni oydinda urish, suvchilik qilish, boshqa qishloq xo'jalik ishlari asosan ayollarning zimmasiga tushdi. Yana bir og'ir tomonlar shu bo'ldiki, ayniqsa 43-yillarda, 44-45-yillarda shu haligi bizda o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgan, men o'zim ishlagan shu qishloq sovetda, shu davrda men sekretar buxotirlik qildim, yosh edim. Hamma kattalar frontga ketgan, endi shuning ichida qolganlar, yangi uylanganlarda hattoki 1 kunlik, 2 kunlik, 3 oylik, 5 oylik kelinchaklardi. Hatto men ko'zim bilan ko'rdimki, shu 2-3 kunliklari nihoyat og'ir bo'ladi. O'shalarni ham erlari frontga qarab jo'nab ketgan. Hozirgacha shu 80 yoshli yoni yo'lida bo'lgan ayollar, 85 yoshli yoni yo'lida bo'lganlar, o'sha davrda erlari frontga ketgan bo'lsa, o'shalarda qolgan bo'lsa, hozirgacha hali ham umidsizlanmasdan bir kuni kelib kelishi mumkin holatda shu eshigiga qarab ko'z turgan sobiq o'sha davrdagi kelinchaklarimiz hali ham bor. Kam bo'lsa ham bor. Bu endi o'sha davrdan qolgan esdalik. Ular bilan gaplashsa, ular o'zini boshdan o'tganlarini gapiradi. Shu 80 yoshdan yuqori bo'lgan hozirgi erkaklar, ayollar, urushdan kelganlar, invalidlar, o'tib ketganlardan qolganlar bilan gaplashsangiz, bu hayot bilan tanishtiradi. Mana shu davrlar meni 60 yillik davrimda birinchi 10 yilligi urush davri bilan urushdan keyingi tiklanish davrida nihoyat og'ir bo'ldi. Muxtor Ali aka Qodirovga davlat tomonidan shuhrat medali, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan iqtisodchi unvonining berilishi uzoq yillik mehnatning samarasidir desak mubolag'a bo'lmaydi. Azon aytilgan chog'lar, bag'rim ezar armonli dog'lar. Sahar azon aytilgan chog'lar, bag'rim ezar armonli dog'lar. Joy namoz ham sizni so'roqlar, dada jonim sizni sog'indim. Joy namoz ham sizni so'roqlar, mehribonim sizni sog'indim. O'stirdingiz o'g'il qizim deb, erkalatib oy yulduzim deb. O'stirdingiz o'g'il qizim deb,
g'alati oy yulduzimdek ko'rar ko'zim qolar qizim deb dadajonim sizni sog'indim ko'rar ko'zim qolar izim deb mehribonim sizni sog'indim Dünyada tengi yok palvanım Kollarından tutgan sarbanım Dünyada tengi yok palvanım Kollarından tutgan sarbanım Samalarını tuttu Afganim Dadajonim sizni sog'indim Samalarni tutdi Afg'onim Mehribonim sizni sog'indim Görsem eğer aşnalaringiz Gülüp durar simalaringiz Yodga tushib duolaringiz Dadajonim sizni sog'indim İçimden yig'ladim zor zor Gözlerimge dünya buldu tar içimden yig'ladim zor zor Gözlerimge dünya buldu tar Olim buncha ekan dilozor Dadajonim sizni sog'indim Olim buncha ekan dilozor Mehribonim sizni sog'indim Dadajonim sizni sog'indim